Ha, mana shunday ruhda futbolchilarimiz maydonga chiqib kelishdi. Tarkibda tushadigan ba'zi futbolchilarimiz Ha, Gulshodaxonga omad tilaymiz. Mas'uliyatli o'yin. Rizqullayev esa kuzatadi hamkasblarini. Omad tilayapti va o'yin boshlanajak. Mana tarkib. Bu zaxiradagi futbolchilarni ko'rib olishimiz mumkin. Ergashev, G'aniyev, Temirov, Abdullayev, Norchayev, Fayzullayev, Bahromov bu birinchi jamoamizning zaxirasi hisoblanadi. Tushadi ular ham. Bu o'yinda unaqa og'ir yuklamalar bo'lmaydi. Bu esa ikkinchi tarkibimiz. Zaxira Nazarov bor, Rahmonaliyev, Shukurov, Jaloliddinov, Masharipov hamda Behruz Karimov. Shunga monand futbol tushishi kerak. O'yin boshlandi. O'yin tomonimizda oqlar, ko'klar bilan deb qo'yardik. Birinchi jamoa bu oqlar, chunki men darhol anglab olganim kimdan desangiz, Hamrobekovdan. Voy, ehtiyot bo'lamiz. Ikki ajoyib yulduz o'ynayapti. Birinchi jamoamizda, ikkinchi jamoada ham bor futbolchilar, yaxshi, sifatli, ajoyib, iqtidorlar. O'z jiddiy o'yinlarini o'tkazib kelgan futbolchilarga dam berilyapti nazdimda. Bu o'sha Manchester City futbolchisi. Uzatma, ofsayd bormi yoki yo'qmi? Xo'sh, zarba yo'llanadi. Hisob ochiladimi? Hisob. Ya. Ajoyib. Davronni ham sharh kelyapti bizga. Bo'ldi, yaxshi, qaytarib olishdi. O'zimni Davron bilan sharhlayotgandek his qildim bor-ku. Xonaga qarayapman. Ofsayd yo'q ekan. Ikki ustoz gaplashib turishdi, jimtiraydi ekandim. Men kimman debmi? Bir lahzada fayziy bo'lib qoldi deb. Xo'sh. Yaxshi hujum bo'ladi. Chap tomon bo'sh. Bu yerda Oston. O'runov kiryapti. O'runov. Olib qo'yishdi. Shu joydan zarba yo'llanadimi? Voy, zo'r pas va hammasi ideal chiqdi. Trivela ham bosh bilan qo'yilgan zarba ham, Ofsayd ham bor ekan. Ofsayd ham, hamma zo'r chiqdi. Noodatiy qaror bo'ldi hozir. Aslida Alijonovga xos bo'lgan va kutilmagan joyda amalga oshirilgan uzatma. Alijonov chap tomonga o'tib qoldi-da. O'zi xayrli e'tibor bergan bo'lsangiz, Sayfiyev ham hujumga yaqin o'ynayapti. Ko'k libosdagi jamoamiz tarkibida. Iskandarovdan pasu, lekin bu yerda balandlikni olib qo'yadi. Hozir juda zo'r bosim o'tkazildi va Alisher Odilov to'p bilan uzatib berdi. Sayfiyev zarba va gol. Yorib tashladi. Ofsayd bormi, yo'qmi qarab qo'yyapti. Gol deyapti. Balvoq ishlab qo'yishadi. Sayfiyev mana ishonch bildirganlik bo'yi. Ko'p ehtimol chap qanotda asosiy figura bu. Hozir ofsayd bormi, yo'qmi? Kolumbiyalik o'tirishdi hozir. Shu qanot juda xavfli ekan. Nima qilsak bo'ladi? Kimni qo'ysak bo'ladi? Luis Diasni orqaga tortamizmi? Himoyaga yordam berdi. Shu joydagi ajoyib harakatlar evaziga to'p olib qo'yildi. Haqiqatda ofsayd yo'q ekan. O'rozov anchagina ortda qolib ketibdi. Bir chiziqni ushlashda Mazgovoy olib qo'ygan, haqiqiy tayanch futbolchisi o'laroq va Odilovdan pas chap oyoqda imkon bermadi. Markazda yo'qotilgan to'p qimmatga tushadi do'stlar. Bu gol urgan tomonni o'ylab gapiryapmiz-ku, lekin gol o'tkazib yuborgan ham o'zimizniki. Shuning uchun bunaqa to'p yo'qotishlar bo'lmasin jahon chempionatida. Shunaqa to'plarni olib qo'yishlar bo'lsin, lekin bunaqa to'p futbolchilarimizda shu oq, ko'k chap qanotdan hujum bo'ladi. Yana Sayfiyev. Ajoyib pas va zarba sal qoldi. Hisob o'zgarardi. Haqiqatda Luis Diasni ortga tortmasa bo'lmaydi-ku. Ayadi. Iskandarov.
Chap qanotdan uyushtirilsa hujum shunaqa bo'ladi. Dias aniq himoyachilarga yordam berib o'ynashiga to'g'ri keladi. Shuni yetib oladi. Yetib oladi. Yetib oldim. Ozgina yugursa hech qisi yo'q. Yaxshi o'tdi to'p. Va xato. Ajoyib. Xato qanday bo'lganini, qanday sodir bo'lganini o'zingiz ko'rdingiz. Ortiqboyevdan bo'ldi. Gol esa Azizbek Omonov tomonidan kiritildi. Omonov eson-omon yakunlab oldi. Va hozir oq libosdagi jamoamiz ikkinchi bor xato qilyapti va ikkinchi bor jazolanyapti. Cannavaroning nigohi menimcha o'shani ko'ryapti ko'proq. Gol urgan emas, mana shu joyda juda zo'r aldadi. Zarbani ham chalg'itib bildiryapti. Epizodni deyarli yutqizib bo'lgan edi Omonov, lekin keyin oxirgacha kurashdi, oxirgacha bordi, to'xtab qolmadi. Har xil rakursdan ko'rishingiz mumkin. Hop, chalg'itibdi. Ozgina Ronaldinho chimdimidan qo'shibdi. Quvondiq Ro'ziyev. Boya ta'kidlaganimiz Ro'ziyev va pas o'tkazib berdi Ro'ziyev. Bu Oston O'runov hisobni qisqartir, intriga oshir, zarba yo'lla. Hop! Ajoyib zarba, lekin bannerga yo'llangan zarba. Millat uchun tepilgan to'p. Shunaqa yozib qo'yilgan ekan. O'tkir Yusupov bilmadim qaytararmidi, qaytarmasmidi, aniqroq tepilganda, lekin hammasini to'g'ri bajargan edi. Oston O'runov zarbadan boshqa qaytarish qiyin ekan aniq bersa, lekin darvozabonlar his qilishadi, sal noaniq ketayotganini bilishadi o'zi. Buni bilsa bo'lar ekan. Futbolchilarga lekin kerakdi. Keyin reglamentning ham qoidasi bor baribir. 45 daqiqa o'ynab qo'ygandan keyin 15 daqiqa 3dan biri dam olinadi. Xo'sh, Mazgavoy, pas Jamshid ajoyib zarba. Qanday gol bo'ldi hozir. Markaz ijrochilari tomonidan gol. Bir tepar uslubida kirib tashlashdi. Baribir boya aytganim, qarang, baribir Iskandarov, Mazgavoy. Qoyil. 3-0. Almashamiz deyaptimi? Joyini o'zgartirmoqchi kim bilandir. Mana shu joyda bir tepar. O'rtani ochib qo'yishdi va bu yoqga Iskandarov bilan o'ynandi va Jamshid esa his qildi. Rassomda baribir. Va bu tandemga Sayfiyev yana 3-chi bo'lib aralashyapti. Abduvohid Ne'matov darvozasi 3 bor ishg'ol etildi, lekin birortasi darvozabonni ayblamagan bo'lardi. Men birinchi golda olishim mumkin edi yaqin burchakdan, lekin qolgan ikkitasida narigi jamoaning ajoyib harakatlari ko'proq. Demak, hushtak chalindi, ikkinchi bo'lim boshlandi. Bunyodkor stadionida O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari ikkiga bo'linib o'yin o'tkazishyapti. Birinchi bo'limdan so'ng hozir hujum. Oq libosdagi jamoamiz vakillari Quvondiq Ro'ziyev zarba va gol! Ajoyib! Hisob qisqardi. Boshlandi. Shundoq chiqdi-yu, hisobni qisqartirish shunaqa reja shekilli. Oq bo'rilar boryapti. Shuning uchun o'zi Cannavaro oqlarga muxlis bo'lyapti shekilli. Boya boshqacharoq qarab turgan edi. Quvondiq zo'r tepdi. O'tkir Yusupov darvozasi ishg'ol etildi va Alijonov o'zining reydini uyushtirib keyin narigi tomonga qarab ketdi. Sergeyev ham zarba yo'llay olmadi va oxir-oqibat mana 14 hududdan chiroyli zarba, hisob qisqardi. 3-1. Quvondiq aka deb yuborishdi. Futbolchilar dardi. Oyoqlar orasidan o'tdi to'p. Olis burchakni yaxshi nishonga olgan. Mana aynan Jasur Jaloliddinov bo'ysundirib oldi va Jasur kiryapti. Mana bu tomonda Alijonov ochilgan edi. Ajoyib va
3-2. Ya. O'tkir Yusupov. Voy yigitlar. Yo, Doston Yusupov qo'li jarohat oldi. hamdan o'ynayapti. O'ynayaptimi? Zarba tep, Narigi tomonga o'tib olibdi demak. Birinchi bo'limda o'ng qanotda o'ynagandi. Chap qanotga o'tib olgan. Narigi jamoaga o'tyapti deb tushunaman. Mumkin-ku degandagi. Yusuf qo'lida Jaloliddinov zo'r hujumni avjiga chiqardi. Qo'li bilan qaytardi. noqulay tarzda juda bo'sh turgan qo'lga zarba tegib qolgan, kuchli. Bu og'riqli bo'ladi bu. Mana shu rakursda bilib olsa bo'ladi. Demak, ko'ksiga tegdi deb o'ylagandim boshida, keyin Kolumbiya bo'lganda ayamasda. aniq. Oyoqni qaytarib olmasdi agar raqib bo'lganida. Yusupov, Amraliyev shu yerda xato bo'ladi va gol. Zo'r ishlashda qopqonga tushirishdi. Hamda Aynan O'tkir Yusupov oldinga chiqib ketgani va shu yerda asosiy rol o'ynadi. Pressingning foydasi ko'rilyapti. Rejalari balkim o'xshayotgandir. Mana bu joydagi qamal chiqib keta olmaslik natijasida Sayfiyevdan noaniq pas. birinchi bo'limdagi zo'r o'yiniga ikkinchi bo'limda kompensatsiya qildi. Va o'zi bular ham shunaqa gol o'tkazishyapti nisbatan xato evaziga. Hozir biz-ku mayli muxlis sifatida, sharhlovchi sifatida ko'ramiz. Hozir Cannavaro aniq ikki xil emotiyonni bo'lyapti. Gol urganlarni emas. Chunki raqib shunaqa xato qiladimi yoki yo'qmi deb qaraydi. Rahmonaliyev Hamdamov orqali hujumni tashkil etdi. Ochilgan futbolchi bor. Sirgeyev urinda. Darvozabon to'pga qadar keyingisi to'p qo'l bilan qaytarilmadimi? Qoyil hozir savedan keyin hozir Umarali lekin qo'lga tegdi degandek ishora berdi. Var yo'qda. Takroran ko'ramiz. Offside bor emas, to'pdan olinganda yo'q. Offside yo'q. Keyingisi qo'lga tegibdi. Lekin boshqa a'zodan borgan bo'lishi ham mumkin. U sal boshqacharoq talqin qilinadi. Hop. Sherzod Esanovning chap qo'liga tekkan ekan. Penalti berib yuborsa ham birov bir narsa demasdi. O'zi ham tan olsa hechasi bo'lmasdi, lekin ana to'xta deyishyapti. Ana bor. Borib turib ekranni ham ko'rishim mumkin. Yo telefon orqalimikin. Boya aytib berganingizdek, Yo, menimcha var bizda bor bemalol. albatta hazil tariqasida bu. O'yinga olib kelishlari mumkin. Davom ettiradimi yo ko'radimi borib? Xo'sh, takrorlaylik. Ayni mana shu kadr bizga kerak edi. Darvozabon ortidan zo'r rakurs. O'tgandan keyin eng muhim palla. Mana bunisi ko'proq rol o'ynaydi deyish shekilli ishqilib shunisi ham ko'rib qolaylik. Ko'rish maksimal ko'rsatishmadi. O'z yarim maydonida tavakkal to'pni oldinga tepib yuborish, markazga uzatib yuborish yo'q. Imkon qadar mana bu yerda yaxshi ulguradimi? Yo'q. Masharipov Hali endi qaytyapti sport formasiga. Shuning mana bu yerda qoida buzilmadi. Jarima maydonchasida Igor to'pni qoldirdi. Masharipov chiroyli o'ynadi. Pas zarba darvoza. Ustuniga tegib qaytdi. Shu joydan tepadimi Rahmonaliyev? Yo'q. Masharipov Trivela ketdi. Hop. gol. Gol lekin Offside. offside. Nodir gol urgan edi. Nodir gol bo'lgan edi, lekin yon chiziq hakami bayroqchasini ko'rsatdi. Balkim offside bo'lmagandir deyapti VARga quloq solgan bosh hakam. Xush ko'raylikchi, balkim bo'lishi ham mumkin, hammasi bo'lishi mumkin. Hop. Offside yo'qqa o'xshaydi.
Yo'q, ofsayd. Ofsayd yo'qdek. Hisobga olinadi nazdimda. Sayfiyev bilan bir chiziqda turganga o'xshadi. Masharipovdan Trivela uzatma. Mana hammasi joyida. Va tim buni ustiga Uzatmani Sayfiyev bergan ekan. Hisobga oladi hozir. Hay. Bosim o'tkazmanglar. Stadionga e'lon qiladimi? 3-3. Biz ham endi hozir hakamni kutishga majburmiz. O'z fikrimizni bildirib bo'ldik. Shoshmay turinglar, eshitib olay deyapti. Muxlislar ham jim bo'lishdi. Jim bo'lishdi. Gol deyapti. Mana bu yerda ofsayd yo'q Sergeyevda. Mana bu yerda ham o'yindan tashqari holat yo'q. Hisobga olindi. 3-3. Muxlislar hayqirishyapti. Kombinatsiya chiroyli amalga oshirildi. Sergeyevning sa'y harakati, Masharipning Trivelasi va Abdurazzoqovning goli. 3-3. Demak, o'yin yakunlanganidan so'ng yana davom etadi. 5-qism bor, extra time bor demak. Ko'rsatuvning Penaltilarmi? marosimning yana davomi bor ekan. Esdalik sovg'alar ulashiladi. Esdalik sovg'alar beriladi va qo'shiq ham kuylanar ekan. Adashmasam Sevara Nazarxon deyildi. Xo'sh, Abbos. Ber pas. Sayfiyev uzatma va hisob 4-3. Ko'klar yana qaytishdi. Norchayev sof hujumchi mana bunaqa o'ynaydi dedi. Aynan Abbosning markazdan kirib kelishi va Sayfiyevning uzatmasi raqib himoyasini o'ziga qaratishi natijasida Sayfiyev ancha bo'sh bo'lib qoldi. Sayfiyev ofsayd liniyasini yaxshi ushlagan va hujumchida baribir biladi-da qanaqa ochib himoyachi ortidan qochib ketibdi. O'lmasaliyevning ortidan qochib ketibdi Husayn Norchayev. Va Nazarov ham mana tushib quruq ketmayapti. Nasibasini oldi. Esdalik sovg'asi. Uchuvchiga rozi bo'lishmadi ko'klar. Temirov hamda Norchayev o'rtasida tanlov bo'ladi chog'i. Qo'shib berilgan daqiqa o'tib boryapti. Qancha qo'shib berdi o'zi? Rosta kamiga o'ynab tashlashyapti. Davom etamiz, penaltilar seriyasi qo'yib berardi deb o'ylagandik, 4-3 bo'lib qoldi. Ana. Hozir 4-raqamdagi Umarali gol urishi mumkin edi. 4-4 bo'lardi. 2 daqiqa qo'shib berilgan ekan, aynan 2-daqiqa o'tib boryapti. O'yin qanotdan Sherzod Temirov qarayapti. 5-3 qilamizmi yigitlar deyapti. Zo'r o'yladi, zo'r Abbos. Umarali. Rahmonaliyev to'pni yo'qotdi. Tegmada Masharipovga. Jaloliddinov ham bor, Jaloliddin ham bor maydonda va ular bir jamoada o'ynashyapti. Va ayda o'sha jamoa vakillarining so'nggi hujumini, o'zi umuman o'yindagi so'nggi hujumni kuzatyapmiz. Hakam xushlaganchalik yuboradi, tezroq bo'llaring deydigan joy bor va yaxshi Umarali beradi hakam. Jasur, zo'r, Jasur, Jalol va Nodir ber. Masharipov pas. To'p qo'lga tegdi. Uchrashuv hakami o'yinni to'xtatdi. Tugatdi aniqrog'i.
berma deyapti menimcha. Qo'lga teggandek tuyuldi. Endi hushtak chalib yubordi-da. O'yin tugadi. 4-3. O'zbekiston 1, O'zbekiston 2 jamoasi ustidan mana shunday hisobda g'alaba qozondi. Ikkinchi bo'limda ko'proq gol ko'rdik. Ikkinchi bo'limda 4 ta gol ko'rdik. Comeback bo'lganda. Comeback bilan javob beradi. Bu sürpriz. O'sha sovg'a deydi-yu. Yomg'irli havoda uzatib qo'yilyapti. Muhimi futbolchilar ham o'zlarini yaxshi bog'lamlarni ishlab olishdi, ham hech kim jarohat olmadi, yaxshi bo'ldi. Gollar ham ko'p bo'ldi. Muxlislar bob uchrashuv 4-3 esda qolarli lahzalar va so'z navbatini Oh. The Coca-Cola Company O'zbekistondagi bosh direktori Kazumasa Mukayev. Albatta so'z beramiz. Kazumasa, good evening. Mr. Mukayev, please. We are so honored